Tasavvur qilinglar. Yo'q joydan bolalar uydan katta bo'lib turib, tarix yozib, ham oilasiga, ham ishiga, ham sportiga vaqt ajratayotgan inson, mana shu inson bo'ladi rostdan. Kunduzi ishlashimiz kerak. Kechasi Roq qilishimiz kerak. Kechasi kitob o'qishimiz kerak. Uyqudan voz kechib ibodatda bo'lishimiz kerak. Mana shu aytsa-ku, soat 10 dan uxlash kerak. To'g'richilikda men 10 da uxlay olmayman. Unda men uchun quyosh botib 24 soat bor. O'sha 24 soat ichida eng muhimi 6-7 soat chuqur uyqu bo'lsa yetadi. Tiklanadi odam. Eshitdinglar-a? 6-7 soat chuqur uyqu. Umuman farqi yo'q. Eng muhimi rejim. Bitta vaqtda yotib, bitta vaqt tursanglar bo'ldi. Как попало yotib turibsanglar, конечно, hayotda bo'linadi. Lekin organizm moslashadi, tana moslashadi. Bitta vaqtda yotib, bitta vaqt tursanglar. Tiklanasizlar, kuchli ham bo'lasizlar, uyquga ham to'yasizlar. Hammasiga ham quvvat yetadi.